xonadoningizni qurib o'ldingiz, men sizga narxi arzon, sifati juda ham yuqori har xil turdagi gilamlarni topib qo'ydim. Ro'paramizda yangi masjid joylashgan. Bu tarafimiz Derazidan kelish. Bu tarafimiz Chorsini kurugidan kelganimizda. Yor ketar dard qolar, yor ketar dard qolar, yo'qlab kelishing kutib ko'zlarim to'lar. Sening ovozing bugun ishsiz yo'qolar. Bu dunyo ham go'yo o'zgarib borar. Sendan qolgani bir tush bo'p qolar. Gilamni zo'ri kerakmidi? Mana sizga Eronning gilamlar. 1dan 5 gacha sun'iy gazollarimiz ham bor ekan. Men sizga Turkiya gilamlarini topib qo'ydim-ku. Mana uni qarang. Gilamlarni qarang. Uyingiz aboylargacha tushadi-yu. Mana unaqangi sun'iy yangiligimiz ham kelibdi. Zabollarni o'ragan. Eng qiziq joyini ko'rsataymi? Afg'oniston gilamlari. 6 oyda qo'l mehnati bilan to'qilgan, $2000 dan $5000 gacha. Eng qizig'i mana shu bo'ladi. Bunaqasi hech qayerda yo'q. Uyingizga solsangiz bormi, hoji aka? Zo'rligini qarang. Yotoqxonalarga metrajli gilam. Zo'rmi? Buni qarang. Mana uni qarang, zo'rligini. Uyingizni holiga nazar tutsa kerak-a. Bundan tashqari Samarqand gilamlari. Ko'rib mazza qiling. Bu gilamlarimizni siz xohlagan usulingizda to'lov qilishingiz mumkin. Muddatli to'lovga ham berishar ekan. Xohlasangiz metrlab ham berishar ekan. Kimga shunaqangi gilamlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqishlari mumkin. Pastda raqamlarni qoldiryapman.